Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida aholi murojaatlari bilan ishlash holati tanqidiy-tahliliy muhokama qilindi. Yig'ilishda aholini qiynayotgan muammolar o'z vaqtida va adolatli hal etilyaptimi? Murojaatlarga qay darajada mas'uliyat bilan yondashilmoqda degan savollarga aniq javob izlandi. Tahlillarga ko'ra, ijtimoiy himoya, oila va xotin-qizlar, kadastr hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohalariga minglab murojaatlar kelib tushgan. Biroq ayrim hududlarda murojaatlarning ijobiy hal etilishi pastligicha qolmoqda. Ayniqsa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, uy-joy, kadastr hujjatlari va ish bilan ta'minlash masalalari bo'yicha aholi tomonidan ko'tarilgan muammolar yetarli darajada hal etilmayotgani qayd etildi. Muhokamada ba'zi holatlarda murojaatlar yuzaki o'rganilgani, fuqarolar haqida tizimlarga noto'g'ri ma'lumotlar kiritilgani, hatto muammo hal etilmagan bo'lsa-da, ijobiy hal etildi degan ma'lumotlar rasmiy bazalarga joylangani keskin tanqid qilindi. Masalan, ayrim oilalarga nafaqa tayinlash rad etilganda ularning mulki yoki daromadi haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar asos qilib olingan. Natijada fuqarolar qayta murojaat qilishga majbur bo'lgan. Bandlik yo'nalishida ham ishga joylashtirish bo'yicha berilgan va'dalar amalda bajarilmagan holatlar aniqlangan. Kadastr sohasida esa murojaat hal etilmagan bo'lsa ham tashakkurnoma rasmiylashtirilgani kabi holatlar uchragan. Yig'ilishda aholi murojaati oddiy xat yoki raqam emasligi, uning ortida inson taqdiri va oila muammosi turgani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, Guliston shahri, Guliston tumani, Yangiyer shahri va Sardoba tumanida murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1% dan 11% gacha oshgani tanqid qilinib, mutasaddilarga bu holatlarning sabablarini chuqur tahlil qilish va muammolarni murojaatga aylanmasidan oldin joyida hal etish bo'yicha aniq vazifalar berildi. Yig'ilish yakunida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov murojaatlar bilan ishlashda formal yondashuvga mutlaqo o'rin yo'qligini ta'kidladi. Har bir inson va xonadon muammosini bilib, vaqtida ko'mak berishimiz kerak. Davlat idoralari faoliyati inson manfaatlariga xizmat qilishi lozim, dedi viloyat hokimi. Shu asosda mutasaddilarga murojaatlarni tezkor va adolatli ko'rib chiqish, aholini qiynayotgan masalalarni joyida hal etish bo'yicha topshiriqlar berildi.